Qadrli do'stlar, sizlar bilan Armis va bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib bo'lgan ishlarni qilamiz do'stlar. To'g'risi juda ham qiziqib ketyapman chunki juda ham sovuq, nima yesanglar ko'cha qor yog'ib yotibdi desam, qo'rqami? Yo'q. Nima bu muzdan boshqa ichib ola emasmi? Qanaqasiga bunaqa tezlikda qor yo'qolishi mumkin? Kecha qor yotgandi-ku. Yo'q. Soxta aytilmasin. Jitter qalaysan, yaxshimisan, tuzummisan? Armis yaxshimisan? Yangiliklarni ko'rdingmi? Qanaqa yangiliklar? Aytishlaricha lava tsunamisi bo'lar ekanmish. Qanaqa lava tsunamisi? Hazillashyapsanmi? Qanaqa lava tsunamisi? Bo'lishi mumkin emas bo'lmagan ishlarni gapirmagin, iltimos. Men ketdim bu yerdan. Salom Armis, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yangiliklarni ko'ryapsanmi? Yo'q, sen ham lava tsunamisi haqida gapirmasang bo'ldi. Xuddi shunday lava tsunamisi juda ham yomon bo'lyapti ekan. Bo'lmagan gaplarni gapirmasalaringchi. Men boshimni qotirasanlar. Qo'yini olib o'tdim bundan ko'ra. Meryonga boramizmi? Meryonni nima qora? Nima ko'ra? Borib turib o'zim ishlarimni qilishim kerak emas. Daraxtzorga borishim kerak edi, chunki men bu yerda daraxt olishim kerak edi, lekin menda hozir bolta yo'q, shuning uchun boltani yasab olamiz. Birinchi o'rinda bizga 3 ta железо kerak bo'ladi, ya'ni chunki biz bolta yasashimiz kerak, shuning uchun kerak bo'ladi. Hop, bolalar ketdi bo'lmasa, olishimiz kerak. Taxta. Davay tushib qilib tinchgina. Или stop, rostdan ham bitta ko'rib kelsammikin, ha? Nima deysizlar, odam baribir cho'chiyapti-da. Davaydi bitta naqalarni ko'raylik, yangiliklarni. To'g'risini aytaman. Juda ham bir g'alati ish bo'lyapti. Oy, Jitter. Ha, Armis yaxshimisan? 3 marta ko'rshasan nima bo'la? Rostdan lava tsunamisi bo'lyaptimi? Ha. Ularkan yaqinda bizning qishloqqa kelar ekan. Nima? Qishloqqa kelsan shunaqa turasanmi? Lekin men nima qilay? Bilmadim, qarochi. Bilganingni qil, qo'lingdan kelganini qil. Men biz dam olaman va kompyuterimni ko'rib, yangiliklarni tekshirib olsam bo'lmaydi do'stlar. Chunki men juda ham qiziqib ketyapman. Qanaqasiga bunaqa nima deydi, lava tsunamisi bor. Qani bitta ko'raylikchi. Nima bor ekan bu yerda? Iltimos ogoh bo'ling, lava tsunamisi boshlandi. Butun qishloqlar yomon bu ahvolga solinyapti, chunki bu yerda lava tsunamisi boshlangan. Lava tsunamisi barcha yerni yondirib, uyga soqib qo'yapti. Iltimos ogoh bo'ling va bu lava tsunamisi birinchi bo'lib 67-qishloqqa kelishi aniqlanyapti. Iltimos, qishloqda bo'lsangiz tezroq qishloqni tark eting. Yo'q, haqiqatan ham shunaqami? Janursan. Yo'q. Wallahi haqiqatan ham shunaqa lava tsunami bo'ldimi yoki prosta hazillashish uchun bizga shunaqa fake ma'lumot o'ylab topishyapti. Umuman chida bo'lmaydi bunaqasiga. Qanaqasiga bizga fake ma'lumot berish mumkin bo'ladi? Yoki umuman haqqi yo'q. Bo'lishi mumkin emas, baribir. Yo'q. Ketdim bundan ko'ra men borib bemalol narsalarimni qilib, antdan yog'och olaman. Eng yaxshi usuli shu, chunki o'zim o'tish uchun faqat shu usuldan nima minorami? Yo'q. Minor. Stop. Bu lavami bo'ldi? Ko'zim ko'ryaptimi? Yo'q. Oldiga borishim mumkinmi? Yo'q, rostdan ham lava. Jin ursin. Yo'q. Bugun Armis kanalida birinchi va oxirgi video bo'ladimi deyman-da, bolalar. Juda ham yomon. Hatto lava tsunami bo'lgan ekan. Jin ursin. Anta yonayotibdi narsalar. Ya'ni o'sha mumkinmi bu narsa-ya? Bizi tomon juda ham katta oqim bilan kelyapti ekan. Tez orada yaqinlashib qoladi. Yaxshi ham lava suv bo'lganda tamom bo'lardik, aniq. Yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkinmi, bo'ldi? Hozir men bitta ish qilaman, bo'ldi. Merdan kreativ olaman va barcha jitillarni omon saqlab qolaman. Qani ketdim.
Arbis ko'rdingmi? Ana u yerda lava. Ha. Shunaqa ekan. Hozir men hammanglarni qutqarib qolaman. Xavotir olmanglar. Men kreativ olaman va hammanglarni qutqarib qolaman. Senga ishonamiz. Bo'ldi, yaxshi. Bunker qurishimiz kerak. Bunker bolalar. Bunker qurmasam bo'lmaydi. Tezroq. Mer. Ha, kiramer. Yo-mayo. Mer nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Anta lava tsunami bo'lyapti, bilasizmi? Hamma qishlog'imiz yo'q bo'lib ketadi hozir. Hamma yo'q. Hamma odam o'lib ketadi. Siz ham o'lib ketasiz. Mana tojis foyda bermaydi o'tdi. Shuni endi bildikmi? Bu jiddiy masala edi, sen aniq olmagansan buni. Nima balolarni gapiryapti bu? G'alatomi, men bilan bir-biri bilan sevishyapti. Biz o'lib ketamiz, tushunasizmi? Menga tezroq kreativ bermasangiz bo'lmaydi. Kreativni nima qilasan? Unda ko'r survivalda qor. Siz men bilan o'ynashyapsizmi? Agar kreativ bermasangiz, qishlog'imiz yo'q bo'lib ketadi. To'g'ri aytasan. Armis hazildan bu yerda qo'yishimiz cheklovga aylanadiga o'xshaydi. Chunki qishlog'imiz juda ham aziz biz uchun. Shuning uchun kreativ berishga roziman. Aniq berasizmi? Ha. Rahmat, men hozir butun qishloqqa asrab qolaman. Menga ishoning faqat. Yo'q. Armis, lava yaqinlashyapti. Yo. Qo'ysenchi, nafasingni quruq qil, men hammanglarni qutqarib qolaman baribir. Oxirida. Yo'q. Qachon beradi endi bu, ha? Qancha kutishim kerak buni? Bolalar bizga mer kreativ berdi, endi biz butun qishloqni asrab qolishimiz mumkin. O'sha lavadan bolalar. Buning uchun davay boshlaymiz. Bo'lmasa bizga kerak bo'ladigan matohlar hammasini olamiz bolalar. Bu yoqdan bizga kerak bo'ladigan narsalar bormi? Hop. Lavadan himoya qiladigan. Direniya parket. Yo'q, bular umuman foydasi yo'q. Bundan ko'ra men bu yerdan qidirganimiz yaxshi. Tezroq. Hop. Bu yoqda yo'q. Bor ekan, mana. Atski metal. Aynan mana shu narsa lavadan bizlarni himoya qilib qola oladi, bolalar. Biz albatta qishloqni himoya qilamiz. Buning uchun davayte. Bizga tushamiz. Yo'q. Bunker bo'ldi. Endi bu yoqdan sekin tushsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bizga albatta bu yoqda bizga kerakli bo'ladigan narsa bu. Qanaqa bo'ladi? Narvon chunki bizga kerak hozirgi paytda. Narvon qayerda? Narvon. Juda ham qiyin bo'lyapti to'g'risi. Mana bu yerda narvon bor ekan. Stop, biz bunker narvonda ishlatamiz, chunki bunker chiqamiz. Joyda такой dekoratsiya. Давайте bolalar. Bichim narvon ishlatamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Yoki bizda yaxshiroq narvon bo'lishi kerak bolalar. Topishimiz kerak, chunki bu lavadan tirik qolishimiz uchun oxirgi yo'llarimizdan bittasidir. Yaxshiroq narvon yo'lga o'xshatdik bolalar. Nima ham qilardik, davayte. Bu bolalar kreativ ham vaqtinchalik berilgan, shuning uchun tezroq mamutdan narvonni olib o'tib tashlaganimiz yaxshi, chunki allaqachon o'sha lava ham yaqinlashib qolgan bo'lsa kerak. Shuning uchun tezroq qilamiz. Tezroq. Ana va nihoyat mana bu yo'lga bo'ldi. Biz ma'murni bilan yopamiz-da. Tepada tushayotganimiz mashinadan yopib ketamiz. Bo'lmasa yetarli endi pastsi dorug' narsalar bilan yopishimiz kerak bo'ldi. Qo'limiz kerak emas menimcha. Dorug' narsalar kerak endi bizga. Qatqini yopadigan narsalar. Qo'llar chiqib qolamiz. Bu yoqqa va bu yoqqa.
yetarli menimcha. Mana sekinlik bilan tushib olsa bo'ladi. Ana, endi biz ancha muncha xavfsizmiz bolalar. Hop. Давайте. Bo'lsa bolalar bu yerda mana bilan oldi va qani ketdi. Endi bu yerda hamma jitirlarni poylashimiz kerak, chunki hamma tushib ketish kerak. Anton shu lazer lava kelyapti bolalar. Yo-moyo. Mana turishini qaranglar, qo'yga qaranglar turishini. Давайте, bo'lmasa sizlar videoga like bosib bo'lib qo'shinglar. Menimcha jitirlar keladi hozir. Bo'lmasa boshlaymiz. Hop, kutamiz. Hop, merkayapti. Armis yaxshimisan? Kirsam bo'ladimi? Kiravering. Kelinglar bu yoqqa. Oho, yaxshigina jitirlar bor ekan bu yerda, ha? Oho, kiravering do'stim. Ha, kiravering. Yo-moyo, kompot wings. Kiravering. Sizga ham mumkin. Oy, yo-moyo, senga nima bor bu yerda? Qani yo'qol bu yerdan? Lavada olib ketmaysanmi? Bundan ko'ra, siz kiravering. Aha. Oy, sen qallob. Yo-moyo. Qanaqa bir g'alati jitirlar ham bor bizning yonimizda bolalar, to'g'risi. Men o'zim hayron qolaman bunaqa jitirlarni ko'rganda. Nima desam ekan. Bo'lmasa bolalar lava yaqinlashib qolgandir, bo'lmasa men ketdim, pastga tushib olaman, chunki o'sha tepada ancha-muncha yomon. Bo'lmasa pastga tushsam bo'laveradi bolalar biza. Oha. Salomlar. Men Arbek juda ham yaxshisan-da. Bizga bunker qurib bizni asrab qolmoqsan. Ha, xuddi shunday. Bo'lmasa ozgina kutamiz, mer bilmadim, balki tepada juda ham yomon ahvoldir, shuning uchun ozgina kutganimiz ma'qul. Bo'lmasa ancha-muncha dam olishimiz kerak. To'g'risini aytsam, men juda ham charchadim, shuning uchun dam olishim mumkin degan umiddaman. Ha, bemalol dam olaver, Wins. Rahmat. Xo'p. Oy, yo-moyo. Yo-moyo, tepadan tomchilayapti lava. Juda ham ko'p lava bo'lsa kerak, yo. Ish qilib o'tda qolib ketmasak bo'ldi deydi. Mer tepadan tomchilayapti lava. Men xavotir olma. Nega unaqa deyapsiz? Chunki lava bu matoni ichida har xil material bor. Shuning uchun tomchilarni o'tkazadi, ammo katta lavani o'tkazmaydi. Yo'q-e. Ha. Unda, baribir xavfli-yu, mayli. Xo'p. Bo'lmasa, hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Armis bo'ldi va keyingi videogacha ko'rishguncha deb qolaman. Bo'lmasa hammaga xayr.